Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Rasulihi Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum. Aziz mehmonlar, qo'raka, tashrif qudumlariga rahmat hazratim, salomat bo'lsinlar. Mana imomlarimiz yurtimizni, mehroblarni obod qilib turgan, xalqimizga xizmat qilayotgan imomlarimiz jam bo'ldilar. Azizlar, Allohga shukrlar bo'lsin. Ulug'larimiz tashrif qudum qildilar. Bularning qatorida mana qo'rakamiz kelib turibdilar. Inshaalloh bu kishini suhbatlardan bahra olamiz. Qadimdan bu Buxoroga olimlar jam bo'lgan ekan, qorilar kelgan ekan, ahli ulamolar, buyuklar, ahli tariqat, ahli shariat hammalari jam bo'lgan ekan. Buxoroning vajitasmiyasi ham olimlar jam bo'lgan, ilm ma'rifat jam bo'lgan yurt degan ekan. Mana dar haqiqat hozir ham shuni ko'rib turibmizki, atrofdan, aknofdan, olamdan ulug'larimiz tashrif qudum qilyaptilar. Mana bu yerda tashkil bo'lgan madrasalarni mana ko'rib turibmiz. Bu joyga jam bo'layotgan ustozlar, talabalar qatorida mana bu kunda mana kelganlariga 3-4 kun bo'lib qoldi. Abdulloh qorakamiz kelganlar. Mana siz bilan bizga Qur'oni Karimni qanday tilovat qilish kerak, Alloh Robbil Alaminning kalomini qanday o'qishimiz kerak, buni ta'limini beryaptilar. Katta qorakamiz ham kelib qoldilar. Mana Alloh taolo qadamlariga hasanat ato aylasin. Endi bu suhbatlardan bahra olamiz. Alloh taolo ajr azim, fayz va barakat ato aylasin. Amin. Rahmat hazratim. Rahmat hazratim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الذي قال في كتابه العزيز ورتل القرآن ترتيلا والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد الذي قال في قوله الشريف خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصل اللهم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Avvalambor muhtaram ustoz, Alloh subhanahu va taolo o'zlarini bu xizmati jalillarni qabul aylasin. Ilohim mana talab bilimlarini, aynan hatto imomlarga ham berayotgan bu saboqlari, ta'limlarini Alloh mizon hasanatlarini boyitib, ilohim ko'p yillar mana shunday Buxoroy shariflarda, o'sha Buxoriylar yurtlari bo'lgan bunday muborak diyorlarda xizmat qilib turibdilar. Alloh taolo umrlariga baraka bersin. Allohim sizni ilmingizdan hammamizga manfaatlarni Alloh nasib ro'za aylasin. Va Alloh taolaga takror hamdlarimiz bo'lsinki, azizlarim, mana Hazrat hozir o'zlari karomat qilib aytganlaridek, bu ulamolarni jamlangan, yig'ilgan jamligidagi bir yurt, azaldan nomi shunday ekan. Nomiga ma'non alhamdulillah mana bugun qarang, mana o'tirgan maskanimizni qarang. Alloh subhanahu va taolo avvalambor yurtboshimizdan rozi bo'lib, bunday amallarini qabul aylasin. Alhamdulillahki, bunday ilm maskanlar yurtimizda illoki ziyoda bo'lyapti va yana ziyoda bo'lsin. Bo'lib ham muftiy hazratimiz Sheyx Nuriddin janoblari azizimiz o'tgan yildan boshlab bu yil mana alhamdulillah 2-yil hisoblanadi. O'tgan yili shunaqangi bir tashabbus qildilarki, diniy idoramiz tarixida birinchi. Haqiqatda siz ham mana qanchadan mana avvalda o'tirgan imomlarimiz ko'p yillik tajriba sohibi, mihrob sohibi, minbar sohibi biladilarki va bilasizki, bu diniy idoramiz tarixida birinchi marta u ham bo'lsa, siz aziz imom domlalarning tajvidlarida yana ham mahoratlarini oshirish, yana qiroatlarni sayqallash yo'lida bunday bir tashabbusni o'tgan yildan boshlatdilar. U qanday bo'ldi? Idoramiz qoshiga, idoramizga aynan Qur'on va tajvid bo'limi qoshida Abdulloh qori kabi qurrolarni jalb qilinib, aynan siz imomlarga alohida qarang, bular vazifasini mana sabog'ingizni bir haftadir boshladingiz. Faqat vazifasi alhamdulillah faqat siz bilan mashg'ulot o'tkazishdik. Siz bilan faqatgina o'sha ta'limni qilish. Bularni bir madrasadagi talabalarga yoki
oliygohdagi bir o'quvchilarga emas, aynan sizni tushungan hollarda qarang. Bu tarixda bilasizki bo'lmagan. Alloh taolo muftiy hazratimizdan rozi bo'lsin. Umrlariga baraka bersin. Ilohim din yo'lidagi xizmatlarini keng u bepoyon aylasin. Va haqiqatda bugun biz alhamdulillah go'zal bir kunlarda yashayapmiz. Allohga shukrlar bo'lsin. Ayniqsa mana bu yilgi bizni diniy yutuqlarimizdan yanada takror yurtboshimizga duo qilamizki, Buxoriy sharifni mana asl azalda Buxoriy sharif bo'lishligiga aynan sababchi bo'lgan zot Muhammad ibn Ismoil hazratimizga qarang, atalib o'sha maskanlar bino qilindi. Dunyoga alhamdulillah ibrat bo'lib, bugungi kunda O'zbekiston avvalgi tarixini ustiga tarix bo'lib, aynan yurtboshimiz alhamdulillah tarix bo'ldilar. Va bilasiz, siz ulamolarsiz, har doim Hazrati Imom Buxoriy ulug'imizga hurmat ko'rsatilgan. Dunyodan o'qishiga hurmat ko'rsatilgan va butun musulmonlar yaxshi ko'ramiz. Arabu, barbaru, ajamlar hammamiz Hazrat Buxoriyni yaxshi ko'ramiz. Lekin bugungi kundayin o'qishiga ko'rsatilgan hurmat, ehtirom, e'tibor tarixda bo'lmagan. Amir Temur bobomiz o'tganlar mana bilasiz. Ne amiru umaro sultonlar o'tganlar. Har birlarini albatta muhabbati bo'lib, Hazrati Imom Buxoriyga ehtiromlari ko'rsatilgan. Lekin bugungi kundagi hurmat mana shunday bo'ldi. Dunyo alhamdulillah shohid bo'lib ko'rdilar. Hattoki mana Alloh nasib qilib ilk o'qilgan hayit namozlarida biz o'sha faqirlarga nasib qilib qoldi. Ota-onamizning duolaridir, hazratlarimizni, ustozlarini duolaridir. Ana o'sha hayit namozlari va orqalaridan o'qilgan juma namozlarida xalqimizni, nafaqat o'zimizni o'zbek xalqimizni Tojikistondan, Qirg'izistondan, Qozog'istondan, Turkmanistondan va butun arab ellaridan, hatto Indoneziyalardan, Hindistonlardan kelgan musulmonlar sonini qarang. Bugun Imom Buxoriy majmualari ochilar ekan deya dunyodan kelibdilar. Va adadlarini mana biz hammamiz ham ijtimoiy tarmoqlarda ko'rdik, televideniyada ko'rdikki 65 mingdan ko'p adad xalq musulmon kelib mana shunday namozlarini, hayitlarini, jumalarini o'qidilar. Demak biz alhamdulillah tarix bo'ldik. Ilohim yana ham tarix bo'laylik. Imom Buxoriyga mos, munosib bir ilohim avlod bo'laylik. Mana bugun endi yana ham aynan bugungi juma ma'ruzasida ham biz aytdik. Masjidlaringizda butun jahon hozir siz azizlardan yana ham Buxoriylarning chiqishligini kutib turganligini, chunki biz ko'p arab ellarida bo'ldik, hammalarning og'zida shu gap. O'sha oqqon daryo oqadi degan naqlga binoan undayin naqllar, undayin rivoyatlar arablarda ham bor. Arablarda ham bor bo'lib, Buxoriylar yana ham sizlardan chiqadi. Bu jahon Buxoriylar deb kutib turganlari bor. Sizni sa'y harakatingiz albatta ilm yo'lidagi peshvoligingizni barakoti bilan bo'ladi. Bugun endi mihrob sohibi, aynan minbar sohiblari va eng buyuk sharaf sizga payg'ambarlar vorislari, payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomning vorisi o'laroq bugun sizga bu maqom berilgan. Endi minbarimizda qolalloh qolar rasul deysiz. Qolalloh deyap, Alloh aytdi deb Allohning kalomini tilovat qilasiz. Bugunlik juma ma'ruzangizda ham qavmingizni taqvoga chaqirib, yana iymonga chaqirib, albatta oyatdan istishhod qilib dalil olib kelasiz, olib keldingiz. Va mihrobingizda turib 5 mahal xalqqa, mo'min musulmonlarga namoz o'qib, aynan namozingiz bu tilovatdan iborat, tilovatingiz bu Qur'oni Karim deganlik. Bugun yana ham o'sha Qur'oni Karim tilovatida siz va biz mohir bo'lishligimiz kerak. Shunaqangi mohirona tilovatlar qilishligimiz kerakki, o'sha o'tgan ulug'larimizga munosib bir holda ular qanday tajvidni mahorat bilan ado qildilar. Ular nafaqat bugungi kunda siz aytmangki, Buxoroni hadis bobida yoki hadis ilmini o'sha markazi bo'ldi demang. Men sizga atayin o'sha kitoblarimizdan ba'zi bir shaxslarni ismlarini bu joyga bitib keldim. Hatto yozib olasiz. Buxoro aslida nafaqat bu hadisda, Qur'onda ham, qiroatda ham peshvolar bo'lgan. Balkim arablar kelib, qarang. Arablar kelib aynan shu Buxoriy sharifdan nafaqat bir rivoyatni,
bir qancha rivoyatlarni mana shu Buxoriy sharifdan o'zlarini ilmlarini komil qilib, mukammal qilib ketganlar. Hattoki ulamolarimizdan min andaril qiroat deb keladi. U kishini sifatlari yoki u kishini shaxsiyalaridagi so'zlar shuki, unday zotlar bo'lib, nodir qiroatlarni ham o'sha arab o'lkalariga borib olib kelib, mana shu joyda o'qitganliklari uchun o'sha nodir qiroatlarning ham ilmining peshvosi bo'lgan mana shu Buxoriylar bo'ladi. Misol tariqasida mana eshiting. Min kibaril muqriin fi Buxoro deyilyapti. Abu Ali al-Hasan. Yozib oling, ismlarini bo'lsa ham va faxrlaring, qavmingizga yetkazing. Abu Ali al-Hasan bin Ali ekan. Bin Said al-Muttawai hazratlar Buxoriy. Min kibaril muqriin fi Buxoro dedik. رحل في طلب العلم وجمع القراءات وكان له دور كبير في نقل طرق نادرة في نقل طرق نادرة من القراءات العشر في تلك المنطقة دي. Buxoro mintaqasi, demak O'zbekistonimizda umum nodir qiroatlarning nashr qilinishligida, arablar kelib o'rganishligida aynan u kishining davri juda ham muhim bo'lgan. Arab ulamolari, arab qorilari, arab o'sha qiroatni peshvolari bo'lgan qiroat ilmi ulamolari kelib aynan bizni ulamomiz Abu Ali Hasan bin Ali. Ismlari oson ekan. Abu Ali va Hasan bin Ali, yengil. Bin Said al-Muttawai hazratlari deysiz. Aynan o'sha hattoki nodir qiroatlarda. Nega nodir qiroatlarda urg'u beryapman? Uni aytganligim, undayin zotlar 10 qiroat mutavatirani yoddan va uni peshvosi bo'lgan holda bilib o'rgatganlar. Bular demak bizni Buxoriylarimiz bo'ladi. Mana hammamiz bilgan al-Imam Abu Hafs an-Nasafi. Imam Abu Hafs an-Nasafi Tufiya qachon? 537-hijriy sanada vafot topgan u ulamomiz ham qarang. Albatta at-Tafsir an-Nasafi bilan mashhurlar, ma'lumlar, bu butun arab o'lkalarida o'qitiladi. Val aqaid an-Nasafiyya hammasini butun arab islom olami bu kitobdan ilm oladi hozir. O'zlarini aqidalarini tasih qiladi. Aytayaptiki bu kitobda u kishi o'sha kitoblari bilan mashhur bo'lishlari, faqihligi, mufassirligi bilan mashhur bo'lishlari bilan birgalikda illa annahu kana imaman fil qiroati deyapti. Qarang, u kishi qiroatda ham imom edilar deyapti. Va lahu qarang, manzumat va kitabat fi makharijul huruf. Siz o'rganayotgan makharijul huruf bor-ku hozir. Va sifatiha. Harflar mahraji, harflar sifati va tajvidin nassil Qur'ani. Qur'onni o'zini butun ahkomlarni chiroyli, go'zal, puxta o'qishlik yo'lida u kishini hatto kitoblari, risolalari, manzumani bilasizmi? Bilasiz, manzuma nima? Manzuma nazm shaklda, she'riy baytlarda uni tushuntirgan albatta hollari va kitoblari bo'lgan. Kimni? O'sha siz va biz bilgan, bugun dunyo e'tirof qilgan xuddi Buxoriylar kabi, Hazrat Muhammad ibn Ismoil Buxoriylar kabi qarang, e'tirof qilingan zotlar nima bo'lgan? Mahrajdan, qadimda aytayapmiz 537-hijriy sanada mutawaffo bo'lganlar. O'sha vaqtda ular butun insoniyatga tajviddan, mahrajdan, sifatdan, hozir ustozingiz Abdulla Qori har kuni mahrajni sizga bayon qilyaptimi? Siz ko'ryapsiz va sizni hayotingizda siz albatta bunga shohidsiz. Alloh taolo Qur'onda nima dedi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Satuktabu shahadatuhum va yus'alun dedi. Ularning o'sha guvohligi, shahodati yozib qo'yiladi va so'raladilar. Siz demak bugun xayri shohidsiz. Sizga berilayotgan mana shu mahrajlar bor-ku, sizga haqiqatda hammangizga ham, ko'pchiligingizga demayman, hammangizga ham bu yangilikdir. Lekin biling, bu yangilik bo'lib aslida endi kelib qoldi emas. Bu bizni bobolarimizda bo'lgan. Bu aynan sizni Buxoriy bobolaringizni ta'limi ekan. Bugun demak uyg'onaylik. Yana himmatimizni Alloh subhanahu va taolodan so'rab ziyoda bo'lsin deya harakat qilaylik.
Avvalda bobolarimiz bu ilmni sultoni bo'lgan. Nafaqat hadis, nafaqat fiqh, qiroatni butun olam, ya'ni arablarga ham o'rgatgan ustozlar, o'sha ulug'lar bizdan bo'lgan. Demak, biz ham nima qila olamiz? Bo'la olamiz degan. O'sha qiroat talaffuz bo'lsa, o'rganyapsiz hozir. O'sha talaffuzni qarang, bizi bobolarimiz aslida arablarga o'rgatgan. O'sha mahrajlarni talaffuzini har bir harf ega bo'lgan eng ozda ustoz aytdilarki, 5 ta eng ozi bilan, ko'pi bilan 7 ta sifatga ega bo'lgan harflarni sifat qilib aslida mana bunday ulamolarimiz yozgan ekan. Bugun demak bizga vojib ekan arablardan avval biz ulardan avval bilishligimiz kerak ekan. Turklardan avval, Eronliklardan avval, Yamanliklardan avval, Saudiyaliklardan avval, Emirat va Dubayliklardan avval, Kuvaytliklardan avval, ya'ni butun dunyodagi musulmonlarni bilasiz. Ulardan avval o'sha Misrliklardan ham avval. Misr qorilardan ham avval biz buni bilishligimiz albatta bizi qiladigan vojibotlarimizdan bo'lar ekan. Va endi qarang. Al-Imam As-Sajawandi. Al-Imam As-Sajawandi tufiya 560-hijriy sanada mutavaffa bo'lganlar. Ismlarini qarangda. Abu Abdullah Muhammad bin Tayfur As-Sajawandi huwa ra'id. Shu joyga e'tibor qiling. Ismlarini zikr qildim. Abu Abdullah ekanlar, Muhammad bin Tayfur As-Sajawandi ekanlar. Huwa deyapti. U zot ra'id, rahbar, boshliq. Huwa ra'id ilm nima? Ilalil vuquf. Vaqf illatlari bor-ku, vaqf sabablari. Qur'onda mana vaqflar bor. O'sha vaqf sabablarini bayon qilgan, uni ilmini mo'min musulmonlarga o'rgatgan bizi bobomiz bo'ladi. Arablardan avval e'tibor qiling. Qarang, vaqf va ibtida degan bobda kitob yozganlar. Kitabuhu o'sha vaqf va ibtida degan kitoblari bor. Unda kitabuhu shahir huquful Qur'an. Qur'ondagi vaqflar deya nomlangan kitobni aynan u zot yozganlar. Qarang, unda wada'a al-usus al-ilmiyya lil alamat al-waqf allati naraha al-yawm fil mushaf. Men atayin bu zotni sizga zikr qilyapman. Sizni Qur'oningiz mana Madaniy mushafdir, Abdurrahmoniy mushafdir, Abdumaliki mushafdir. Oching mushaflaringizni, mushaflaringizda to'xtash uchun o'sha belgi qilib qo'yilgan alomatlar bor. Masalan, mim. Unda ma'nosi nima? Vaqful lazim degan. U yerda to'xtashligimiz shart. U yoqqa o'tib ketmaymiz. E'tibor qiling. Yoki to qo'yilgan. To harfi bor, itqi. Yoki jim qo'yilgan ba'zi o'rinlarda. Ba'zi o'rinlarda zay qo'yilgan. Ba'zi o'rinlarda soat qo'yilgan. E'tibor qilyapsizda. Qur'onda turibdi hozir. Mana shularni vallati tahdifu ila sawni ma'na al-ayat asna at-tilawa. Qarang. Siz imom bo'lib tilovat qilib turganingizda qavmingizga, jamoatingizga tilovatingizni ravnaqiga ravnaq qotilib, tilovatingiz o'sha Alloh subhanahu va taolo nozil qilganidek bo'lishligi uchun, somiylarga o'sha Allohning kalomini o'sha holda eshittirishligingiz uchun adashmasin shu meni bo'talarim, adashmasin shu meni nabiralarim deya bobolarimiz asli siz biz uchun qo'yib ketgan ekan o'sha vaqf va ibtidodagi belgilarni. Bugun butun mushaflarda o'sha belgilarga asoslanib nima qilinyapti? Qur'on o'qilyapti. Qur'onda vaqflarni to'xtashlikni, to'xtaganimizdan keyin boshlashlikni hammasini mana shu bobolarimiz al-Imam As-Sajavandiylarni istilohlariga ko'ra qilyapmiz. Ya'ni buni biling. Bilingki, sizni hammamizni o'sha Buxoriy bobolarimiz mana shunday ilm sohibi bo'lgan. Biz endi nima qilyapmiz bugun? Alhamdulillah, Alloh taolodan baraka bo'lib, yurtimizni xut barakasi yana ham ziyoda bo'lsin. Ayniqsa bu mehribon yurtboshimizni tashabbuslarida mana unaqa ilm maskanlari yo'q edi. Mana shu ilm maskani yurtboshimiz kelganlaridan keyin o'zlarining tashabbuslari bilan bo'ldimi? Oliy mahatimiz hozir kelyapti. Ustozimiz Jobirxon hazratga aytdik, qarang hashamatini deya. Yurib namoz o'qishga u namozxonaga bordik, masjidga, qarang go'zalligini. Eng hozir jahon miqyosidagi kerak bo'ladigan yoki bu arxitekturani eng cho'qqi darajasida qilib berilishligi. Va shu joyda men Al-Qur'onga aytayin, Al-Qur'on. Ana u joyga kelsangiz, orada domlalar muzg'ab olsin, yana ham haligi serg'ayrat bo'lsin deya
hovuzlar qilingan. Ya'ni basseyn qilingan. Usmonxon bilmaysiz. Ana shu joyda basseyn qilib berganlar. Buni shu yurtboshimiz domlalar orada yozdir, qishdir, yana ham sergak bo'lsinda ilmni berishlikda, olishlikda bular hech ham tolib qolmasin deya qayerda bor bu? Mana men ilm qiblasi deya bilingan Azhar-i Sharifda o'qidim. To'g'ri, millionlagan talabasi bor, lekin bitta ham hovuz yo'q ularda. Shayx Azharda ham hovuz yo'q. Bugun sizga qarang, bu yerda mutasaddi bo'lib turgan ustozlarimizga o'shanaqa yana chiniqish bo'lsin, yana ham e'tiborda bu. Bu sizni bizni e'tirof qilishlari yurtboshini va davlat rahbarlarini va muftiy hazratimiz, Alloh rozi bo'lsin. Bugun mana shu e'tirof, e'tibor muftiy hazratimizdan tashabbus bo'lishligi nima? Qalblardagi Qur'on sevgisida. Bugun qalblardagi Qur'on sevgisi imomlarim birinchi tilovatda mohir bo'lsinlar deya, qarang, bilasizki, masjidingizda mana hamma o'zingiz ham imomsiz, rahbarsiz, yoningizda mutavallilaringiz bor, noiblaringiz bor. O'sha ruscha istilohdan kelib bizda shtat deyiladi. Ishchi shtati deyiladi, to'g'rimi? Ishchi o'rni yaratildi. Ya'ni tadris o'rinda, ta'lim o'rinda bugun diniy idorada faqat bularning vazifasi shu. Nima qiladi? Viloyatdan viloyatga ketadi. O'tgan yildan boshlangan mana bu yil alhamdulillah sizni galingiz kelibdi. Buxoro ulamolariga O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi, muftiy, Shayx Nuriddin janoblari taraflaridan bular kelib sizga. Hozir Abdulloh qori sizda bo'lsalar, Abdusamad qorimiz Xorazmda, Abdul Bosit qorimiz Toshkent viloyatini o'qityapti. Mana shunday. Va bu endi inshaalloh to'xtamaydi. Allah bizga umr berar ekan, bularni ham Alloh umrlarini barakotlantirsin. Faqat bularni ishi vazifasi sizni qiroatingizni sayqallashtirish. To'yinki siz o'sha mohir tilovat qiluvchi qorilardan bo'ling. Payg'ambar alayhissalatu vassalomni hammamizga bir mujdalari bor. Nima dedilar? Al-mahiru bil Qur'an ma'as safratil kiramil barara. Yoki vallazi yaqra'u Qur'an fa huwa mahirun bihi ma'as safratil kiramil barara. Qur'onni o'qib, u o'qigan Qur'onida mohir bo'lgan banda safratil kiramil barara, u ulug'langan, o'zi mukarram bo'lgan ulug' farishtalar bilan birgadir degan maqom nasib qilsin ilohim sizga. Va bugun endi u bizga berilayotgan jamiki bu alhamdulillah bo'layotgan islohotlarning shukrini biz ahli ilm olarak, minbar sohibi olarak birinchi biz buni shukrni qilishimiz kerak. Birinchi shukri nima ekan? Sizni aynan mihrobni haqqini berishligingiz tilovatda. Chunki ma'ruzangizdan avval namoz o'qib, axir tilovat qilib bermaysizmi? Qavmingiz sizni qiroatingizga oshiq bo'lib, minglagan chaqirimdan kelsin. Siz ismingiz kim endi domla? Ha? Alim. Alloh olimlardan qilsin. Siz kulib turgan domlam, ismingiz kim? Alloh aziz qilsin. Allah o'zini aziz qullardan qilsin. Qaysi masjidda imomsiz? Shayx Darvish. O'sha joyga sizni masjidingizga kerak bo'lsa, narigi viloyatlardan kelsin. Hozir biz Abdulloh qorib tanishtirdilar. Qarang, Surxondaryo viloyatidan hazrat o'tiraverasiz. Surxondaryo viloyatidan sizni bu Qur'on kurslaringizda joy bor, fursat deya kelib o'qiyotgan shunaqangi bir talab ilmlar bor ekan. Qur'on kursiga kelgan. Mana shunday sizni kerak bo'lsa qiroatingiz go'zalligidan kesin Surxondaryodan ham kelib eshitsin. Men Abdulaziz qori akamning tilovatini eshitgani ketyapman desin. Vaqtiki hafslarni shunday eshitilgan. Mana shu 10 qiroatni doim aytamiz. 10 ta imom. Imom Nafi'il Madaniydan boshlanadi. 10-chilari Xalafil Ashir bo'ladilar. Har birlariga ahli ilm ulamolar har birlariga ikkitadan raviy olib keladilar. Ularni o'qitgan shogirdlari deya. Masalan, 5-qiroat imomi Imom Asim bo'lsalar, ularni birinchi raviylari Imom Shu'ba bo'ladilar, ikkinchi raviylari Hafs bo'ladilar. Shunda mana bizning qiroatimiz Hafs an Asim deyiladi. Ya'ni Imom Hafsni Imom Osimdan qilgan rivoyatlarini biz o'qiymiz. Va natijada hozir hisobini qilgan bo'lsangiz 10 ta imom, 2 ta raviy nechta bo'ladi? 20 ta bo'ladi. 20 ta raviyni ichida butun dunyoda hozir qiroati yoyg'in, butun dunyoda minbarlarda, mihroblarda o'qilayotgan qiroat, eng ko'p qiroat Imom Hafsning rivoyati bo'ladi. 19 ta qiroatning ichida bular mashhur, ma'lum.
sabablari, bunday bo'lib qolishligini sabablari albatta hikmatlari ko'p. Ulardan eng birinchisi Imom Hafsni qiroati go'zal bo'lgan. Makka ga kelib, Madinaga kelib, umradadir, hajdadir, jamoatda o'qib qolsalar, eshitganlar qiroatlarga mahliyo bo'lib, o'sha hozirgi mana Iroq, Kufada Hazrati Abu Hanifa rahmatullohi alayhining yurtidan Imom Hafs, Imom Osim ham. Mana shu Kufaga u kishini qiroatini dardida, qiroatini ishqida ketishib, birlari 1 oy turadiganlar, 3 oylab, 3 oy turadiganlar, 6 oylab, 6 oy turadiganlar, 1 yillab faqat qiroatni eshitib zavqlanganlar, hattoki u qiroatlarni o'rganib, o'zlarini o'lkalari, yurtlariga tarqatib, mana shu sababdan Imom Hafsni qiroati dunyoga yoyim bo'lib ketdi. Demak, sizni ham qiroatingiz bugun shunday bo'lsin deymiz. Sizni ham qiroatingiz shunday bo'lsin. Va yana bir albatta shukr o'rinda aytamiz. Chunki hadis sharifda bilamizki, la yashkurillah man lam yashkurin nas. Man lam yashkurin nas la yashkurillah. Aw kama qala sallallohu alayhi va sallam. Agar insonlar taraflaridan bir yaxshilik qilinsa bir bandaga, insonlarga rahmat demas ekan, u Allohga ham shukr keltirmagan bo'ladi dedilar payg'ambar alayhisolatu vasallam. Biz noshukr bo'lib qolmaylik. Bizga berilgan bugun imkonlarni Allohga avvalambor e'tirof qilib, hamdlarimizni aytib va bunga sababchi bo'layotganlar albatta avvalda yurtboshimiz, yonlaridagi mutasaddilarga duo qilaylik. Mana bu yil Ramazonda qanday ikrom qilindingiz? Siz imom olarak prezidentimizni hadiyalarini oldingizmi, yo'qmi? Kechirasiz, necha pul oldingiz? Ana. Imomlar hatto nima dedilar, qarang. Shunday dedilarki, qorilarga ko'proq bering deya, qorilarga qarang. Imomlardan ham ko'p berdi. 10 mingdan, 10 milliondan. Mana ko'rdingizmi? 10 milliondan oldimi? 3 ta qorilari 10 milliondan olibdilar. Bu qarang, O'zbekiston tarixidagi birinchi. Dunyo tarixida, islom tarixida Hazrati Umarning zamonlarida bo'lgan ekan. Davrni qarang. Bu Hazrati Umarning zamonlarida mana shunday ahli ilm ulamolarga shunday qilib in'om tuhfa qilingan ekan. Bugun kelib islom tarixida biz demak O'zbekiston aynan yurtboshimiz tarix bo'lyaptilar. Imomlarga aynan ro'za, Ramazonda bunday e'tirof. Trilliondan ko'p qarang hadiyalar tarqatildi. Nafaqat imom domlalar, balkim o'sha yordamga muhtoj bo'lganlarga ham ro'zani albatta sharafidan, ro'zani barakotidan umid qilinadi. Bugun biz buni e'tirof qilib va e'tirofni Allohning bizga buyrug'i bor, so'zi bor. Alloh taolo nima deydi o'zining kalomida? A'udhu billahi minash shaytonir rojim va amma bi ni'mati robbika fahaddis deydi. Endi siz ey mo'min deydi, ey banda, Alloh sizga bergan ne'matni ayting, so'ylang deydi. Unga shukr qiling, e'tirof qiling. Unga e'tibor qiling degan Robbimizning kalomiga amal qilgan holda biz birinchi buni e'tirof qilamiz, Robbimizga shukrlar deymizda va xalqimizga ham buni yetkazamiz. Va aynan bugun endi sizga alohida, siz Buxoriylarga, siz Buxora imomlariga berilgan bu lutf. O'zbekiston musulmonlari idorasidan payg'ambar alayhissalatu vassalomni silsila qurrolaridan bo'lgan bir qori keladida sizga dars beradi. Bu qanday lutf? Allohni o'ziga shukr qiling. Va muftiy hazratga duo qiling. Bugun sizga qarang, dunyo tarixida bo'lmagan. Dunyo tarixida masalan Misr o'lkalarida ham diniy idorasi qishloqlariga yoki yurtlariga yoki bir viloyatlariga o'zini qorisini yuborib, qiroatini sal bir yana ham sayqallatib, yana ham bir go'zal holga keltiring demaydi-da. Arab o'lkalarida ham yo'qda, bundayin tadbir, bundayin dastur yoki bundayin o'sha e'tibor yo'q. Islom olamida yo'q. Bugun sizga bo'pti, aynan siz Buxoriylarga bo'pti. Endi bugun buni haqqini bering, azizlar. Bugun buni haqqini ado qiling. Mana shu ustoz alhamdulillah payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni bizgacha yetib kelgan silsila qurrollardan 30-chisi bo'ladilar. Va Shayx Misbohga o'qib berib, Shayx Misbohda 29-chi bo'ladi. Ya'ni payg'ambarimiz alayhissalatu vassalomni 29-surollari bo'lsalar, Rasululloh alayhissalatu vassalom bilan oralarida 28 ta zot bo'lib, Rasulullohga 28-o'rindan keyin bog'lanadi. Silsilasi, halqasi shunday bog'lanadi. Bularni qiroati ayting. Kulli faxr, butun faxrga to'lib ayting. Sevinib, quvonib ayting. Bugun men payg'ambar alayhissalatu vassalomning qiroatlarini talaqqiy qilyapman deng. Chunki bular payg'ambar alayhissalatu vassalomning qiroatini naql qiluvchi alhamdulillah qorilardan. Bu yurtni barakasi.
Bu yurtni yutug'i mana o'sha endi arablar dunyo kutayotgan Buxoriylarni endi chiqish zamoni mana kelib turibdi. Ozgina bizdan harakat, inshaalloh barakani Alloh taolaning o'zi beradi. Biz albatta u yoqda idorada ekanmiz, o'zimizni yuborgan vakillarimiz Abdulloh qori bo'lsinlar, Abdulbas qori bo'lsinlar, Abdusamad qori, o'sha yuborgan qorilarimizdan har kunlik xabarni so'raymiz. Hatto suratlaringizni ko'rib xursand bo'lamiz. Halqa bo'lib dars olayotganligingizdan balkim o'sha tarmoqlarda faxr bilan biz e'tirof qilib, faxr bilan albatta yoyamiz. Qolganlarga ham ibrat bo'lsin deya qilayotgan amalingizga Alloh baraka bersin. Tilingizni hammangiznikini ham Alloh bir mohir tillardan qilib Qur'onni mohirona o'qishligingizni sababdan o'sha ma'as-safaratil kiromil barara maqomida bo'lishligingizni Alloh nasibu ro'za aylasin. Ilohim bu yurtlarni, sharif bo'lgan yurtlarni Alloh sizni jiddiy jahd qilishligingiz bilan yana sa'y harakatingizga barakat berishlik bilan yana sharif qilsin. Yana ham ilohim avlodingizdan, ajdodingizdan Muhammad ibn Ismoil al-Buxoriylar kabi ulamolarni ko'p davom ettirib, yana ham barakatli qilsin. Alloh subhanahu va taolo yurtimizni mana shu o'qilayotgan Qur'onlarni barakati bilan yana ham shallantirsin. Ilohim bu ishlarni hammasini boshda turgan yurtboshimizga barakatli yanada umrlar berib, ofiyat bersin. Endi hazratimizdan bir duo olamiz. Muhtaram azizlar, mana ko'pchilik jonibidan tashakkur izhor qilaman. Aljan qori akamiz tashrif qilib, mana bu kundasi bilan bizlarni xushnud qildilar, xursand qildilar, mamnun qildilar. Endi biz o'zimizni kimligimizni e'tibor beraylik-da, azizlar. Aytib o'tdilar. Qancha aytsak, qancha takror qilsak oz. Siz bilan bizlar, azizlar, mehrobda xizmat qilyapmiz. Mehrob sohiblarimiz. Bu degani Janob payg'ambarimiz alayhissalom rahmatil alaminning maqomlaridagi zotlardanmiz. Allohga beadad shukrlar bo'lsin. Endi bu Buxoroy sharif shunday yurt ekanki, aytganlaridek olamdan kelyapti. Olamni ilm bilan, ma'rifat bilan, Qur'on bilan, go'zal kasb hunar bilan, axloq odob bilan tanilgan Buxoroni ziyoratiga kelyaptilar. O'tganlarimizni qabrlarini ziyoratiga kelyaptilar. Buzrukvorlarni. Endi shu bilib qo'yaylikki, siz bilan biz Buxoroni ko'ksimiz, Buxoroni yuzimiz. Atrofdan olamdan kelayotganlar siz bilan bizga qarab turib, siz bilan biz ibodatimizga, suhbatimizga, qiroatimizga, tilovat Qur'onimizga, o'qib bergan namozimizga qarab baho beradi. Har birimiz uyimizga bormaydi. Masjid, mehrob shunaqangi joyki, bu yurtni yuzi bo'ladi, ko'ksi bo'ladi, bahosi bo'ladi. Buni yaxshi bilgan holda, his qilgan holda o'z o'rnida xursand bo'lib, shunday zotga, Janob payg'ambarimiz alayhissalomga vorislik nasib qilgan shu zotning maqomida xizmat qilyapmiz. Shunga loyiq bo'lishligimiz, bizlarning yurishimiz ham, turishimiz ham, taomlanishimiz ham, muomalamiz ham, kiyinishimiz ham hammasi go'zal bo'lmog'i lozim bo'ladi. Mana shunchalik ahamiyat qilib yurtimizga siz bilan biz imomlarni, noiblarni qiroatini tuzatgani, ilm ma'rifatini isloh qilgani ulug'larimiz tashrif qildilar. Albatta minnatdorchilik bildiramiz. Tashrif qudumlari barakotli bo'lsin. Ko'p kelsinlar. Bularning kelganligini natijasi, bularning qilgan mehnati go'yoki dehqonchilik qilyaptilarda, bu uni bo'lsin, yashnasin, ko'rinsin, hosili bizga ko'rinsin, ma'lum bo'lsin, olamga ma'lum, mashhur bo'lsin. Aytganlaridek, yana bu yurtdan olam e'tirof qiladigan Buxoriylar chiqsin. Hozirgi kunda e'tirof qiladi. Qayerga borsalar, qayerga borsak ham bizlar Imom Buxoriy avlodlarimiz deydi. Imom Buxoriyning avlodlarini shogirdlarimiz deydi. Ilmni shadan olganmiz. Buxoro ulamolari bizni ustozlarimiz deb necha bor e'tirof qilishadi. Siz bilan biz endi shunga loyiq bo'lishligimiz kerak. Avvalda bunga sharoit bo'lmagan bo'lsa-da, hozirgi kunda aytganlaridek yurtboshi janoblarning tashabbuslari bilan juda katta imkoniyatlar, sharoitlari bo'ldi. Bu ne'matni g'animat bilib shukrini bajo qilmoqligimiz, bu degani oldingi Buxoroning holatini tiklamoqlikka har birimiz o'zimiz munosib hissamizni qo'shmoqligimiz lozim bo'ladi. Duo qilaylik mehribon agam. Amin. O'zingga shukr qilamiz. Iltijo qilamiz Parvardigor olam.
avvalo jumla olamni tinch qilgin, jahonni tinch qilgin. Amin. Islom bilan, iymon bilan olamni obod qilgin, bandalarning Amin. qalblarini iymon bilan obod ma'mur Amin. qilgin. Amin. Xususan yurtimizni, vatanimizni, bu mu'minlari, musulmonni, buyuk millatning avlod zurriyotlari bo'lgansi bilan bizlarni qalbimizni Robbil alamin iymon bilan, ixlos bilan, Amin. muhabbat bilan munavvar aylab, Amin. muqaddas kalomini go'zal tilovat qilib, Alloh rozi Amin. bo'lgandek tilovat qilib, kamo haqqihu, uni ilmiga, ma'rifatiga ega bo'lib, amal qilmoqligimizni, yuqoridan ajdodlar jaddodlarimizga bizgacha yetib kelgan bu omonatlarni, ilmni, ma'rifatni, axloq odobni, tilovat Qur'onlarni barchasini qabul qilib, omonatni o'zimizdan keyingi avlodlarga, zurriyotlarga, talabalarimiz, farzandlarimizga yetkazmoqligimizni, omonatni ado qilib yuzimiz yorug' bo'lmoqligini muyassar qilgin Parvardigor olam. Mehribonagi yurtimizda yana qayta marot so'raymiz. Yana Buxoriylar chiqsin, Termiziylar chiqsin, Marg'iloniylar chiqsin, Xorazmiylar chiqsin, Amin. olamga Amin. mashhur bo'lib, otalar, Amin. bobolarni arvohlarini, allomalar, ajdod jaddodlarni arvohlarini xursand qiladigan avlodlar, zurriyotlar chiqsin. Elimiz, xalqimizda faxri bo'lib, jannat misol yurtimizni munosib farzandi bo'lmoqni nasib qilgin Parvardigorim. Ulug'larimiz qatorida mana Abla qora akamiz keldilar, Aljon qora akamiz keldilar. Amin. Tashrif qudumlarini yurtimizga Amin. barakotli Amin. qilib, bularning ilmidan, bularning ma'rifatlaridan, marhamatlardan, ta'lim ta'zizlardan bahra olib, biz ham Parvardigoro elimizga, xalqimizga, dinimizga, Qur'onga, ilm ma'rifatga munosib loyiq xizmat qiladigan bo'lishimizni Robbil alamin muyassar qilgin. Allohumma solli ala sayyidina Muhammadin va ala alihi va ashabi ajma'in bi rahmatika ya Allohu akbar. Rahmat hazratim. Rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xursand bo'ldik. Rahmat domlajonlar, vaqtingizga rozi bo'lasiz. Barakallohu fikum. Rahmat. Rahmat hazrat.